Kelin. Hozir. Hay kelin. Hozir Oyjon. Bu ahmoq qiz bilet uchun pul olgani aniq. Uf, tillanali ham shu olgan. Kelin. Labbay Oyjon. Boni xonasida yo'q ekan. Biron joyga borishini ham aytmagandi menga. Vaqtga tezroq qiling, u aeroportga ketgan. Aeroportga? Kecha menga aytgandi, pul so'ragandi bilet uchun. Men pul yo'q degandim. Voy Oyjon-ey. Qaysar oxiri aytganidan qolmabdi-da. Nimaga unaqa qiladi Oyjon? To'y yaqin bo'lsa. Abonent apparati o'chirilgan. Sizga xizmat doirasida Ay, yaramas qiz telefoni ham o'chirilgan. Siz Bonuga emas, vaqtga qiling dedim-ku. Vaqt o'zi olib keladi. Ha, bo'ldi mana. Alo, assalomu alaykum Vaqtjon. Yaxshimisiz? Oyjon, o'zim borib olib kelay. Ha, menga qarang. Qaysarligi boshiga balo bo'lmasa bo'lgani. Ish qilib, hammasi yaxshilik bilan tugasin-da. Nimaga bunaqa qilding? Gapirasanmi? Oyi, boshim og'riyapti. Men gapirganda boshingga og'riq kiradi, ha? Dugonang bilan aeroportga kelishga boshing og'rimaydi. Menga qara, qaysi davlatga ketmoqchi eding? Koreyaga. O'sha yerda o'qimoqchi edim. O'qishini davom ettirmoqchi emish. Sir Hech saqlab. qanaqa sir yo'q. Kesatib gapirishingiz shart emas. Vaqt soati bilan boramiz, Bonu. Men ham doktorlikni chet elda o'qimoqchiman. Tavba qildim. Nimaga kulyapsan? Kulgili gap gapirdimi? O'zingni yig'ishtirib ol. Aks holda buni oqibati bir sen uchun emas, hammamiz uchun yomon bo'ladi. Nimaga kuldingiz, Bonu? Tushunmadim. Ha, endi yoshingiz bir joyga borib qolyapti. Siz singillar allaqachon bola chaqali bo'lishgan. Sizni kim ham o'qishga qabul qiladi deb kuldim-da. Balo bormi endi o'qib? Bu nima deganing, qizim? O'qishni erta kecha bo'lmaydi. Ha? Shunchalik aqlli, bilimdon ekansan. Nimaga 2 yil o'qishga kira olmading? U yerda seni kutib turgani yo'q. Seni o'qishga olib ketayotganlar firibgar bo'lsa-chi, yolg'onchi bo'lsa-chi, ko'rmay bilmay turib ketaverasanmi endi? Oyi, Bo'ldi qil. Mendan ham ruxsat so'raganing yo'q. Oyingman axir. Uyga boramiz. Qani yuring, Vaqtjon. Xo'p.